O'zgartirdim o'zim, atrofim yopmaganda foyda yo'q boshqalarni. Yaxshimisan? Chiqarkansan. Asal qolib ketdim-da. Musobaqaga ozgincha qol, ketdik Tailandga. Qani edi menga ham shu gaplarni endi boshlaganda 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim ishonmaydi. O'zing ko'taril yulduzlar oldinga tusholmaydi. Hanga, o'rtoq, nima qilganing bu? Qizlar bilan yuribsan, telefonimni ko'tarmaysan, qaraga nima qilganing, sigaret chakib yurganingni qaraga. Musobaqaga ozgincha qoldi, nima qilmoqsan? 7-oktyabr ringga ko'tarilamiz. Menga qara. Mana hayotimga aralashma, iltimos. Qopti-ku, termirovga ketishim kerak zalga. Qanaqa zal, undan ko'ra yuring aylanishga. Qara, sen sportsmensan. Sportsmenga bunaqa yurish yarashmaydi. Sevgi bilan sportda bitta tempda olib borib bo'lmaydi. Sen bilan bizda yoshlikdan chempion bo'lamiz niyat qilgandik. Sen bilan mendan ham ko'proq bu narsani ota-onamiz kutib o'tiribdi. 5-6-7 oktyabr kuni bilasan-ku, tennisni kortda musobaqamiz borligini. Tayinlanish o'rniga yurganingni qaragan o'rtoq. O'zbekistonning bayrog'ini qachonimizda cho'qqiga olib chiqamiz. Bu yurishingda hech qachon. Sen meni yonimda yurgan, bo'ldi, bu qadamingni yig'ishtir, iltimos sendan. Ota-oning yuziga keyin qanaqa qaraysan? O'rtoq, to'g'ri aytasan. Menga emas ekan bunaqa yo'q. Yaxshi ham sen borsan. Meni vaqtida qaytarding. Boringga shukr o'rtoq. Yur trenirovkaga. Rahmat senga. Men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilib